Yashnobod tumani Izzat Novostroyka domlaridan bitta 2 xonalik alohida xonalari bilan bitta uyimiz sotuvga qo'ylyapti. Arzon narxda. Narxini sразу aytaman. Narxi 49.500 dollar. Yana ustida ozgina o'tadigan joyi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yangi yaxshi remont. Remontdan keyin hech kim yashamagan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa uzun koridor, ko'chadan kirish eshigi bo'ladi bu. Koridor bo'ylab yurganimizda mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham birinchi xonamiz. Ko'chaga qaragan romlari bor. Radiatorlar taqib qo'yilgan. Plyuslarni ham yaxshisidan qo'yilgan va eshiklarni alohida baho berib qo'yasizlar. Oppoq. Atachinta sifat yaxshi ob'oylardan qo'yilgan. Demak, koridor bo'ylab yurganimizda sanuzl qismimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi kafillardan qilib qo'yilgan. Top-toza remont turibdi. Bu esa ikkinchi xonamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. TV zonalar, yangi remont. Remontdan keyin hech kim yashamagan top-toza holatda turibdi. Bu esa kuxniya qismimiz. Kuxniya qismimizda mana ko'rishingiz mumkin. Fartiklar qo'yib qo'yilgan. Mebelni zonalarga, kuxni mebelni zonalarga moslashtirib, mana duv konturni katyollar ham qo'yib qo'yilgan. Pollari kafil qilingan. Ko'chaga qaragan romlari bor. Bunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.